394-savol tahlili. Ma'lum bir denk fragmentida jami vodorod bog'lar soni 2220 ta deb beryapti. Birinchi zanjirda timin soni, ikkinchi zanjirda guanin nukleotlar soniga teng. Boshqa nukleotlar nisbati esa quyidagicha mana A1 taqsim G, ya'ni guanin A1 taqsim G2 plus sitozin, ikkinchi sitozin, ya'ni ikkinchi zanjirda demoqchi. Taqsim timin ikkinchi zanjirdagi degan ma'noda qo'yilgan bu ikkilar birlar. Bir esa birinchi zanjirda degan ma'noda. Demak, 6 chiqish kerak o'sha. Mana bu timin bilan guanin nisbati bo'linmasi bilan sitozin bilan timin bo'linmasini yig'ganda, ya'ni qo'shganda nisbati 6 berish kerak. Davomida aytyapti, masalan, agar ikkinchi zanjir asosida informatsion tarkibi 240 ta adenin bo'lsa, DNKdagi jami fosfodifir bog'lar soni. Demak, so'ralgan tushuncha fosfodifir bog' DNKdagi. Demak, biz DNK umumiy nukleotlar sonini topishimiz kerak bo'ladi. Avvalida DNKni chizib olamiz. Undagi nukleotidlar H1, demak G1, S1 va timin 1 bo'ladi. Ikkinchi zanjirimizda esa qarama-qarshi timin 2, sitozin 2 va guanin 2 hamda adenin 2 bo'ladi. Xo'sh, bizda nimalar berilgan? Mana shu DNK uchun vodorod bog'lar soni berilgan 2220 ta. Xo'sh, keyingi fakt aytyaptiki, birinchi zanjirdagi timin, ya'ni mana bu ikkinchi zanjirdagi guanin nukleot soniga teng. Buni biz agar x deb belgilab olsak, demak mana bu ham ikkinchi zanjirda guanin ham x bo'ladi va ularni qarama-qarshi joylashgan nukleotidlar ham xuddi shu, demak tenglikka teng bo'ladi. Keyin aytilganki, mana bu zanjirdan, ya'ni ikkinchi zanjirdan sintezlangan informatsion tarkibi 240 ta adenin bor deyapti. Keling, uni ham yozib olamiz. Bu ko'rinishda timin to'g'risida adenin bo'ladi, sitozin to'g'risida guanin to'g'risida sitozin va adenin to'g'risida uratsil bo'ladi DNKda. Mana shu yerda bizda aytayaptiki, 240 ta adenin bor mana shunda deb. Ya'ni ikkinchi zanjirdan sintezlangan informatsion DNKda 240 ta adenin bor. Bu degani bu yerda timinimiz, ya'ni ikkinchi zanjirda timinimiz 240 ta va bu degani birinchi zanjirdagi adeninimiz ham 240 ta degan ma'no kelib chiqadi. Xo'sh, endi bular x deb belgilandi. Bu adenin 1 bilan timin 2 ning soni teng. Bu aniq bo'ldi. Faqatgina mana guanin 1 bilan sitozin 2 ning soni noma'lum. Shuning uchun biz bunga y beramiz. Mana y deb qo'yib oldik. Xo'sh, endi yana masala shartida aytilganki, A1 ni bo'lamiz guanin 2 ga va chiqqan nisbati S2 ga S2 ning sonini, ya'ni ikkinchi zanjirda sitozin sonini o'sha ikkinchi zanjirda timinga bo'lganimizda va nisbatlarni qo'shganimizda 6 ga teng bo'lishi kerak deb shartda beryapti. Xo'sh, endi nima qilamiz? Tenglamamiz tayyor. Faqatgina uni keltirib olishimiz kerak. Mana bu yerda bog' demak 2 ta, bu yerda 3 ta bog' bor. Bu yerda ham 3 ta, o'rtasida vodorod bog'lar, bu yerda esa 2 ta bo'ladi. Xo'sh, endi vodorod bog'lariga tenglamani vodorod bog'lariga tenglab olamiz. Ya'ni ko'rinishini keling. Mana bu 240 ni 2 ga ko'paytirsak, bu 400, demak 80 ga teng. Bu y ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. X ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Men yozib ketaveraman. Demak 480 plus 3y va plus 3x plus va mana bu ikkalasining o'rtasidagi 2x. Bu teng bo'lishi kerak 2220 ga. Bu aniq bo'ldi. Endi shu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu yerda A1 berilgan. A1 ning qiymati 240 turibdi.
A1 2ga teng bo'lgani uchun mana bu yerdagi buni qiymati ham demak 240 ga teng bo'ladi. Shu holatda demak tenglama bu berilgan ma'lumotdan tenglamani ko'rinishi qanday kelib chiqadi? 240 taqsim x plus, chunki biz grikni x deb olganmiz. Xo'p, bunga esa s2 y bo'lgani uchun y yozib olamiz va y ning bo'linadigan qiymati ham t2 bo'lgani uchun 240 ta olyapmiz va teng 6 ga. Mana tenglamamizning ikkinchi xati ham tayyor bo'ldi. Buni yengillashtirib olamiz ko'rinishini. Xo'sh. X ga qo'shsak demak 5x, y o'zi 3y faqat. Bu yoqqa o'tsa demak qiymat 1740 ga teng bo'ladi. Mana endi tenglamamiz umumiy holatga keldi. Ya'ni 5x plus 3y teng bo'lyapti 1740 ga. Mana shu tenglamani yechishimiz kerak. Yechish uchun yaxshi bir mantiqiy usuldan foydalansa bo'ladi. Agar mantiqiy usuldan foydalanmasdan tenglama o'zini yechmoqchi bo'lsa, matematikasi kuchli bo'lgan o'quvchilar uchun bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Diskriminantga qo'yib ishlab ketaversa bo'ladi. Diskriminant bilgan odamda muammo bo'lmaydi. Endi men buni matematik yo'lda yechmadim. Shuning uchun o'z holatni ko'rsatib ketaman. Masalan, keling mantiq o'ylab ko'raylik. 240 ni demak 240 x ga bo'lganimizda qandaydir butun son chiqishi kerak va bu butun sonni xuddi shunday y ning qiymatini 240 ga bo'lganimizda ham butun son chiqishi kerak. Bu ikkalasi ham 6 ni berishi kerak ekan. 240 ni 240 gacha bo'lgan bo'linuvchilarni topish kerak. Masalan, deylik 240 qoldiqsiz bo'linadigan sonlar necha bo'lishi mumkin? Deylik 20 bo'lishi mumkin. 24 ham bo'lishi mumkin masalan. Yigirma bo'lishi mumkin, 24 bo'lishi mumkin, deylik 40 bo'lishi mumkin, deylik 48 bo'lishi mumkin, 60 bo'lishi mumkin. Xo'p, istalgan masalan deylik 20 ga bo'lganimizda 240 ni 20 ga bo'lganimizda bu son 20 adashmayotgan bo'lsam tak 240 ni 20 bo'lsa 2 bu 12 chiqadi. Agar bu 12 chiqadigan bo'lsa, mana bu yerda buni soni yig'indisi bilan mana 6 dan anchagina katta bo'ladi. Demak, bu emas. Yoki 24 bo'lsa 10 chiqadi. Buni o'zi bu ham to'g'ri kelmaydi. Agar 40 bo'lsa, bu ham x masalan 240 ni 40 ga bo'lsangiz, o'sha 4 kere 40 kere 6 240 bo'ladi. Bu 6 chiqib qoladi. O'zi yig'indi 6 bo'lishi kerak. Buni o'zi 6 ga teng bo'lib qolyapti. Shuning uchun 48 ni qo'yib ko'rganimizda, masalan, adashmayotgan bo'lsak, 245 chiqadi. 48 ni qo'yib ko'rgan. Endi agar 5 chiqsa, mana shu yerda y ni topishimiz uchun biz x ni 40 mana ikkinchi haddan foydalanib ketsak bo'ladi. Misol qo'yib ko'rayman endi. Misol uchun 48 bo'lsa qo'yamiz. 5 ko'paytirilgan 48 plus 3y teng bo'ladi 1740. Qo'yib ko'rayman o'rniga. Buni o'rniga qo'yib ishlash osonroq-da. Demak 5 ni 248 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Xo'sh, ko'paytiramiz. 5 ko'paytirilgan 240 48 degani 5 ko'paytirilgan 48 240 ni beradi. 240. Demak 3y teng bo'ladi 1740 minus 240 bo'ladi. Xo'sh, endi 1740 dan ayiramiz 240 ni 1500 bo'lyapti. 1500 3 ga bo'lsa y-imiz teng 500 chiqadi. Xo'sh, mana shu ko'rinishda mana uni olib joyiga qo'yib ko'ramiz. 500 240 ga bo'lsa bu butun son chiqmaydi. Demak, qism ham emas qiymat. Keling, 60 ni qo'yib ko'rishimiz mumkin. 60 ni qo'yib ko'rganimizda agar javob qanaqansa, demak javob shu bo'ladi. 5 ko'paytirilgan 60 plus 3y va 1740. Bu 300 bo'ladi.
plus 3y teng 1740. 1740dan 300 ni ayirsak 1440 qoladi. 1440 demak teng 3y bo'lyapti. Y'imiz teng necha bo'ladi? Hozir ko'ramiz. Y'imiz demak 480 chiqyapti. Agar x 60 bo'lsa, 240 ni 60 ga bo'lsak, demak 4 chiqadi qiymati. Ana endi y agar 480 bo'lsa, 240 bo'lsa 2 bo'ladi. Haqiqatan ham oldin qanoatlantiryapti. Agar bundan boshqa bo'luvchilarni qo'yib ko'rsa, albatta bu qoldiqsiz chiqmaydi yoki boshqa son chiqib ketaveradi. Shuning uchun ham demak qiymat mana shu bo'lgan. Ya'ni x ning qiymati 60, y ning qiymati esa 480 bo'lgan. Qo'yib ko'rsak bo'ladi. Agar y'imiz 480 bo'lsa, bu x'lar 60 dan bo'lyapti. 60 va 60. Mana haqiqatan ham teng. Bu yerda 480 bo'lyapti. Bizda so'ralgan savol shartida DNKdagi fosfodiefer bog'lar so'ralgan. 120 500 600 ga 240 qo'shsak, demak 840 bo'ladi. Ikki tomonniki bilan jami 1680 bo'ladi. Demak, fosfodiefer topish uchun 1680 dan 2 ni ayirib qo'yamiz. 1678 ta fosfodiefer bog' bor. Javobimiz A bo'ladi.